Hurmatli obunachilar, bilasizlar, chetdan mol kelish to'xtab turibdi hozircha, vaqtincha deymiz. Mash paytlarida, misol narxlar osmonga chiqib ketgan. Endi osmonga tushirib beradigan insonni topib keldim. Xudo xolasa Hoji aka, narxlarda endi bitta oyog'idan bo'ldi, xudo xolasa. Nima deymiz? Bu yerda nechta molimiz bor bugunga? Bu yerda 22 ta molimiz bor bu yerga. 22 ta. Eng qimmat molimiz mash partiya bo'lyapti. Eng qimmat molimiz mash partiya bo'lyapti. Qimmatini eshitsin, arzoniga yurib yuborsin. Ha, qimmatni eshitib arzoniga yugurib yuborsin. Xo'p, Hoji aka, bular 8 ta. Bular 8 dona Muhiddin. Ha, bir joyda oldim deganiga. Bir joyga oldim deganiga 22 milliondan berib yuboramiz. Maydalab bo'lsa 24-25 eplab olsa bo'ladi mana shu molni. To'g'rimi? Ha, maydalab sotadigan bo'lsa, siz aytgandek, mana kichkinasi 18 million bitta misol. Maydalab oladiganga 18 milliondan 26 gacha. 26 millionga tanlab olsin. Ha, 26 ga tanlab olsin. Endi va 26 ga emas, Instagramga qo'yapmiz, 25 ga tanlab olsin. Ketdimi? Ha, 25 ga tanlab olsin. 25 million so'mga akalar ichidan tanlab olsin. Instagramdan ko'rib qildim degan odamlarga 25 millionga tanlab olsin. Mana bu partiyamiz-chi. Bu partiyamizdan 24 ga tanlab olsin. Sementdan olaman deydiganiga 24 dan tanlab olsin, lekin 16,5 dan 24 gacha. Tanlab olish. Bir joyga olaman degan odamlarga 21 danga baraka. Ketaveradi. Ha. Akalar bir joyda 21 million so'mdan soni 10 ta. Agar 18 dan olaman desa-chi, Hoji aka? 18 dan olaman degan odamga 21,5 dan baraka. 21,5 milliondan 21,5 million. Ha, bo'laradi. Baribir at familiyasi bo'ladi-yu. To'g'ri. Tochka vergulni o'tib beramiz. Akalar, xudo xolasa manzilimiz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaharchasi. Yo'q, bundan ham arzoni kerak degan akalarimizga to'rbosh nech puldan chiqadi Hoji aka uni? Narigi mollar. To'rboshini 19 milliondan qilib bera olamiz. Mashlarimiz 19 million so'mdan akalar bir joyga oldim desanglar ketdi. 105 santimetrlik semental bo'zakchalar. To'liq videosi albatta YouTube'dagi Muhiddin kanalimizda.